Assalomu alaykum aka, chertojni ham ko'rsatib boring deb yozishibdi. Hozirgi 5 etajli a, binoyimizni loyihasini so'rashyapti. Demak, o'sha 5 qavatli, 5 podyezdli binoyimiz umumiy holatda ko'rsataman, tezlashtirib iloji boricha, to'liq bo'lmasa ham qisman ma'lumot berishimiz mumkin. Demak, bu bizda katlavan qismi. Katlaman qismiga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, bizda mana bu qizil chiziq, mana belgilab qo'ydim. Shu qizil chiziq bizni fundamentimiz hisoblanadi. Fundamentdan keyin mana o'sha berilgan razmerlar bor. Ya'ni qo'shimcha holatda ustalar ishlashi uchun nimalar qilingan? Ya'ni qo'shimcha joy tashalgan. Doim katlavan ko'lanayotgan paytda xuddi mana shu holatda yon qismidan ustalar ishlashi uchun albatta sharoit qilib beriladi. Va undan keyin yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, plan fundament o'sha beshala podyezdniki bitta holatda berilgan va qaysi qismlarda mana kolonna va vipuskalar qaysi qismlardan chiqarilgan, hammasi mana shu joyda ko'rsatib berilgan. Umumiy binoyimiz razmeriga keladigan bo'lsak, mana 78 metrga 40 metrni tashkil qiladi. Mana 40 metr 10 santimetrni tashkil qiladi. Ya'ni ustdan ustgacha bo'lgan masofasini aytib o'tyapti. Va undan keyingi qismida bizda bloklarimiz, ya'ni FBS bloklar terildi. O'sha biz qurilish jarayonini ko'rsatib bordik. FBS bloklar qanday holatda montaj qilinishini va qayerlarga qilinganligini ko'rsatib bordik. Bu listimizda mana keyingi listlarimiz hammasida FBS bloklar montaj qilish jarayoni qanaqa holatda qilinishi kerakligi ko'rsatilgan. Xudo xohlasa keyingi video roliklarimizda biz loyihada qanaqa ko'rsatilgan va qanaqa holatda joylashtirish kerak, shular haqida ham video rolik qilishga harakat qilamiz. Endi umumiy FBS blok haqida ozgina tushuncha berib ketaman. Ozgina tushuncha beradigan bo'lsam, mana misol oddiy o'sni olaman, bitta ixtiyoriy o'z, farqi yo'q. FBS blokni montaj qilinish jarayoni. FBS blokni loyihasi mana shu holatda beriladi aslini olganda. Mana qaraydigan bo'lsak, birinchi raqam mana raqamlar bilan berib qo'yilgan 2 va 3. FBS blok doim 3 ta razmer bo'yicha beriladi. O'shaning uchun birinchi, ikkinchi va uchinchi raqamlar bilan belgilab qo'yilyapti. Yaxshilab yodlab qolinglar yoki videoni o'zlaringiz saqlab qo'ysalaring mana shu joyini foydalanishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni birinchi raqamda doim 2 metr 40 santimetrlik uzunligi, albatta 2 metr 40 santimetrlik FBS blokimiz bo'ladi. Endi boshqa razmerlarga keladigan bo'lsak, blokimiz misol uchun 240 ga eni 40 santimetr, balandligi bo'lsa 60 santimetrda tashkil qiladi. Va ikkinchi raqamdagi blokimiz bo'lsa 1 metr 20 santimetr bo'ladi uzunligi. Eniga 40 santimetr, balandligi bo'lsa 60 santimetrda tashkil qiladi. Uchinchi blokimiz 90 santimetrlik bo'ladi. Ya'ni uzunligi 90 santimetr, eniga 40 santimetr, balandligi 60 santimetrni tashkil qiladi. Va xuddi shu bloklardan foydalanilgan holatda biz kombinatsiya qilib, ya'ni xuddi g'isht chok bosgani singari tayyorlashimiz kerak FBS blokni montaj qilishda. Va hamma joylariga ham to'g'ri kelmasligi mumkin albatta. Ya'ni FBS blok montaj qilinayotganda albatta qaysidir qismlari to'g'ri kelmasligi mumkin. Xuddi mana shu o'sni ko'rib oladigan bo'lsak, batda ham mana to'g'ri kelmagan joyi bor. Ya'ni umumiy masofa mana 6,5 metr kolonnadan tashqari bo'lgan joy, albatta kolonnalarga beton quyiladi. Kolonnani chetidan bu kolonnani chetigacha 5 metr 60 santimetrda tashkil qilyapti. Va oxirida mana e'tibor bersalaring, mana shu joyda taxminan mana o'lchab beraman, mana 20 santimetr joyimiz qolyapti. Ya'ni bu 20 santimetrga biz majburiy holatda beton quyishga majburmiz. Ya'ni yoniga apalifkalar qo'yamiz va betonlarni quyib olamiz. Xuddi shu tartibda davom etaveradi.
FBS blokni montaj qilish, ya'ni kombinatsiya qilib birinchi, ikkinchi, uchinchi raqamdagi FBS bloklardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana shu tartibda har bitta o's bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Va keyingi listimiz mana bizda 10-list. 10-listimizda ya'ni схема нижнее и верхнее армирование монолитной фундаментной плиты. Ya'ni fundamentli plitamiz, ya'ni podushkamiz yaxlit podushka hisoblanadi. Xuddi mana shu holatda birinchi va ikkinchi sloylar armaturalari deb ko'rsatib o'tilyapti. Ya'ni uzel A, mana uzel A ga e'tibor beradigan bo'lsak, uzel A qidiramiz va uzel A qaysi qismlarda ko'rsatilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu joylar, ya'ni birinchi, ikkinchi sloy armaturalarida bir-biriga bog'lanishi. Uzel A, uzel B qilib kolonnalar o'rinlarigacha ko'rsatib o'tilgan. Va bu umumiy holatdagisini biz ko'rib chiqdik. Endi har bitta podez alohida bo'lganligi uchun har bitta podezda deformatsion shoflar bor. Deformatsion shoflar albatta ikkita binoni podushkasida, ya'ni ikkita emas, 5 ta bino bo'ladigan bo'lsa, 5 binoni oraliq masofasida o'sha 5 santimetrli penoplastdan qo'yib, o'sha deformatsion shof qo'yilgan. Deformatsion shofning vazifasi qaysidir bino ma'lum miqdorda cho'kkanda ikkinchi binoga ta'sir qilmasligi uchun deformatsion shof qo'yiladi. Xo'p, endi mana birinchi blokimiz, ya'ni mana A blok. A blokda ishlatilgan armaturalar qanaqa bo'lishi kerakligi hammasi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni ulanishlari, naxliyoslar va armaturalar, qanaqa armaturalardan ishlatilgan, verniy va nijniy armaturalar hammasi ko'rsatib o'tilgan. Mana misol uchun verniy armatura setka S2 deb yozib qo'yilyapti va pastda nijniy setka S1 deb yozib ko'rsatib qo'yilyapti. Biz bitta yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, jadvalimiz bor. Ya'ni jadvalda o'sha ishlatilgan armaturalarni qanchaligi va nechchalik armaturadan ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun nijniy setka, ya'ni pastki setkamiz bo'ladigan bo'lsa S1 deb berilyapti va GOST standart bo'yicha qanaqa GOST bo'yicha ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Va mana bu joyda o'sha setka holatda bo'lganligi uchun mana 12li armaturadan shak 200 mm mana shu joyda ko'rsatib o'tilyapti va o'sha bitta A blokimizni o'ziga 455 kvadrat metr setka, ya'ni to'qilyapti. Birinchi pastki sloy va ikkinchi sloyimiz bizda, ikkinchi sloyimizda xuddi shunaqa 12li armaturadan 455 metr kvadratni tashkil qilyapti. Mana shu tartibda har bitta podez alohida ko'rsatib, ya'ni loyiha bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Endi bizda kolonnalarimiz, mana kolonnalarimiz hammasi bir xil kolonna, mana monolitniy kolonna KM1 deb yozilyapti va o'lchamlari, qanaqa holatda bog'lanishlari hammasi mana shu joyda ko'rsatib o'tilyapti. Bizda kolonnalarga ishlatilgan armaturalarimiz mana videolarimizni ko'radigan bo'lsangiz ham xuddi mana shunaqa holatda kolonnalarimiz bog'lab ketilgan. Va ishlatilgan armaturalar mana chetidagi 4 dona armatura asosiy burchaklarda mana qora raqam bilan ko'rsatib o'tilgan 20li armaturadan ishlatilyapti mana. Ikkitasi bu, ikkitasi bunda. Va o'rtadagi armaturalarga keladigan bo'lsak, 16li armaturadan foydalanilyapti. Va xomutlari mana 8li, diametri 8li simdan foydalanilyapti. Xuddi mana shu tartibda qisqacha shu chertyojni ko'rsating deyishganligi uchun biz ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib ketishga harakat qildik.
Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lib qo'yish hech qachon eslaringdan chiqmasin. Bizni qo'llab tursalar ham bundan qiziqarli videolarni joylab ko'rsatib boramiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'ling.